Şaptılның qeqi bilan alqatның suyini ichib beringlar desam, nurg'ulg'an kishilarimiz so'z qoldiribdi. Buni qaynatamdiq yoki istakanga damlab iste'mol qilamdiq. Qaysining unumi yaxshi bo'ladi deb ushul qoldirib qo'yibsizlar. Ajrim uchun bir tavjilikni aymay besib o'tgandan keyin mush mazmunni oxirisi bir ko'rib chiqsanglar, şaptılның qeqidan 30 gram, mush alqatdan 15 gram olgandan keyin 3 chini suda 2 chini qog'icha Davuruz pes otu qaynatamiz. Qaynatqandan keyin ertaga va kechda bir piyoladan ichishni odat qilgan vaqtimizda birinchidan bo'lsa, yana shu put-qo'llar kuyishib, uyushib qoladigan, qon quyaq, qonga moy o'tib olgan sababli put-qo'llari kuyishadigan, uyushadigan, yuqori qon besimining ta'siridan kelib chiqayotgan, bosh qaydigan, ko'zi to'rlashadigan mushkul ahvollar qatdan nihoyat yaxshi manfaat qiladi. Qonni tozalaydi, öpkeni illatadi, badanniki zaharni edaydi. Suydik siyrak kelayotgan, jigarning isig'i bor, jigarni moy qoplab ketgan sababli polo, kebab qatorliq tomoqlarni yemayotgan mushkul ahvollar qatdan nihoyat yaxshi manfaat qilishdan birga uyquning sifatini yaxshilaydi, yurakka xushlik yetkazadi, yana shu ichki tildab yaram bo'lish qatdan nihoyat yaxshi manfaat qiladi. Mazmunim yerga mos bir tajribani aymay